Audio Jungle. Audio Jungle. Geosiyosiy to'lqin Eron va AQSh o'rtasidagi keskinlik yangi bosqichga o'tmoqda. Eron oliy rahnamosi Mushtaba Xamaney 30-aprel kuni yozma murojaat yo'lladi. U o'z xabarida AQShning Eron bilan urushda mag'lub bo'lganini ta'kidladi. Eron rahbariyati prezident Trampning uzoq muddatli blokada haqidagi ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Eron davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan murojaatda shunday deyiladi. Bugun dunyo zo'ravonlarining mintaqadagi yirik harbiy tajovuzi boshlanganiga 2 oy to'ldi. AQSh sharmandali mag'lubiyatga uchradi. Endi Arab ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi uchun yangi sahifa ochilmoqda. Hormuz va AQSh bazalari haqida Xamaney o'z murojaatida AQShning mintaqadagi harbiy bazalarini tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar bazalari hatto o'z xavfsizligini ham ta'minlay olmaydi. Ular o'z ittifoqchilariga yordam berishga qodir emas dedi u. Xamaney ko'rfazining kelajagini AQShsiz tasavvur qilishini aytdi. U chetdan aralashayotgan begonalarni qoraladi. Minglab kilometr uzoqlikdan kelib aralashayotganlarning bu yerda o'rni yo'q. Ularning joyi faqat dengiz tubidadir. U o'z nutqini davom ettirib, Eron xalqi o'z milliy boyliklarini himoya qilishini aytdi. Islom Respublikasi o'zining ilg'or texnologiyalarini xuddi o'z chegaralari kabi qo'riqlaydi deb qo'shimcha qildi. Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni Shahram Eroniy ham ogohlantirish bilan chiqdi. Uning aytishicha, Eron yaqin kelajakda o'zi ishlab chiqqan yangi dengiz qurollarini ishga soladi. Hozirda Hormuz bo'g'ozi Yaqin Sharqdagi urushning asosiy o'chog'iga aylangan. Eron bu suv yo'li orqali kemalarning o'tishini keskin cheklab qo'ygan. O'tgan haftada yuqori martabali qonun chiqaruvchi Tehron bo'g'ozdan o'tayotgan kemalardan ilk bor boj yig'ganini ma'lum qildi. Mushtaba Xamaney 9-mart kuni Eronning yangi oliy rahnamosi etib tayinlangan. O'shandan beri u hali xalq oldida ko'rinish bergani yo'q. Uning murojaati Eronda har yili nishonlanadigan Milliy Arab ko'rfazi kuni munosabati bilan e'lon qilindi.